Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 2-qism. 21-bob. Zuliyar keyingi kunlarda yer asti tashkilot ichida Ahmadiyni rasmiy qanot ostiga oladigan bo'ldi. Navoda biror kishi Ahmadiy to'g'risida gumoniy ko'z qarashli bo'lsa, u birinchi bo'lib sakrab chiqib radiya beradi. Ahmadi bilan Zuliyar ashu kech kuzda koni mol bozoriga borgan chog'da Irpon qatorliq 6-yigitlar uchun Ahmadining tutamlab pul chiqarganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan Zuliyar uning mardligidan texmo ta'sirlangan edi. Ana shu chog'da u yerga to'plangan kishilardan ba'zilari bu sexiy kishining kimligini surishtirganda taqatsizlik bilan unlik varqirab Ahmadi deb tunishtirganmi dal mushu Zuliyar. Darvaqa Zuliyar o'z do'stining nasabnomasini tushunib yetishga texi ulgurib bo'lolmagan. Shunga mazkur Ahmadi kecha kunduzdala olam saxtpaz odam qizli ko'z sarlavaylik komediyasini apchil sehrisi bilan bejo qilib, yurakini yo'lib olib, ondan ko'nglini yasash rejissorligini namoyon qilgan edi. Yuziga maska tortib olgan bu zotni u kuni Irpon qatorliq 6-chilar toza anqirib ketilmay qoldi. Oltin alvangi tragediyasidan keyin o'zini Ahmadi deb atib olgan bu kishi kitobxonlarimizga tonish bo'lgan Zamonqulning o'zi. Bizga ma'lum bo'lgan mushu nom uning mohiyatiga munosib bo'lg'achqa biz tuvanda yana uni Zamonqul deb atab ketaveramiz. Zamonqul Arda cho'diki oshxonada Zuliyar yo'qitib qo'ygan bayqi tashviqot varaqlarini Udul Go'an Guanlichuning boshlig'i Hugo Junga bevosita yetkazgan edi. To'pkarning bu xizmatini ko'rgan boshqarma boshlig'i Zamonquldan cheksiz minnatdor bo'lib, "Yaraysiz, axoshu, yaraysiz. Bu xizmatingizni biz hargiz yerda qo'ymaymiz", dedi u. To'pkarning dolisini bir necha qatim ta'pilab turib, boshqarma boshlig'ining buyrug'i bilan bayqi tizimliklar ham tashviqot varaqlarining ko'chirma kopiyasi intayin tezlik bilan elib olindi-da, ondan yangi topshiriqlar o'rinlashtirildi. Bu narsalarning ko'chirmasini elib oldik. Siz endi asli nusxasini bayqi kishiga editlik ham bugun oqshomlar yetkazib berib o'ting. Atsi qolmasin. Boshqarma boshlig'i semiz gavdasini chaqqan ko'tardi-da, maxsus bo'lim ichida 2-3 qatim aylanib chiqib, allaqandoq yangi tadbiri ustida tafakkur suratdi. U bir mahal o'tgandan keyin Zamonqulga yana tikilib turib, "Sizga hozir yana yetarlik rasxut ajratib beramiz. Shuning bilan billa sizni 8-armiya ish boshqarish o'rnining udulidagi 41-nomerlik uyga o'rlashtiramiz. Bundan keyin mendan bo'lak hech kim bilan aloqa qilmaysiz. Zarur tepilganda men sizni ashu 41-nomerlik uydan tepib olman", dedi. Zamonqul shartlik uyga o'rinlashib ishni jiddiy boshlavatdi. 1945-yil kirishi bilan Urumchining qahraton sovuqi pallamu palla o'rilmoqda edi. Butun shahar qalin qor ostida yotadi. Kunda tegudek chiqib turadigan achchiq shivirg'anlar qorlarni uchirib, yo'llarni etib oladi. Acharchilik jonlarga tahdid solmoqda edi. Ta'minatsiz qolgan oliy, o'rta maktab o'quvchilari maktabdan bezmoqda. Panohsiz qolgan sargardonlar kunda ko'plab o'lib turadi. Kishilarning qalbi Jungu inqilobi va uning bir qismi bo'lgan uch viloyat inqilobining qalbisiga talpinmoqda. Go'mindan doiralari uch viloyat frontidagi mag'lubiyatlaridan vaysimoqda va joylardagi yer osti inqilobiy harakat uchqunlarini o'chirishga urinmoqda edi. Xogojun bilan Zamonqulning hozirgi roli ana shunday g'arazdagi jon talashishdan iborat edi. Chag'onga 1-2 kun qolganda 41-nomerlik qora oldiga mosh ranglik pikap yana paydo bo'ldi-da, uningdan tushgan Xogojun Udul Zamonqulning yatqiga kirib ketdi. U Zamonqulning ma'lumotini anglab bo'lgandan keyin ikkalan toki tun yarmigacha yangi xizmat ustida so'zlashdi. Xo'jayin oxirida yo'l yo'riq berib, "Zuliyar tunishtirmoqchi bo'lgan hiliq qizning iziga tushish lozim", dedi. Zamonqul Ertesdan boshlab yangi ko'rsatma bo'yicha jiddiy ishga kirishdi.
Aldı bilan u 2-chi sho'ba saqchi idorasining nopos dafteridan mazkur qizning ismini va ishik nomerini bilib oldi. Aqsu Koni shahardan ismi Fazilat. Manga tonuşluq qiz bo'lib chiqmasa yana, dedi u asta pichirlab. Ondan u noposchini tepib Fazilat ustida maxsus ahvol egiladi. Meningcha bu qiz, dedi noposchi. Yüzü töven, axloqliq ko'rindi. Ortiq to'shak ishi yo'q. Tala tuzlarga mo chiqmaydi. Faqat qo'l hunariga taynib turmush kechiradi. Uyida birla kichik singlisi bor. Ota-onasi yo'q. Yetim qizlar. Biroq nima? Biroq qo'shnisi Oyimxon bu qizning istili nachar, yigitlar ko'p kirib chiqidi deb inkos bergan. Ahvol mundaq edi. Oyimxonning fazilat bilan tang dematlik bir qizi bo'lib, uning husn jamoli xili go'zal o'z bitliginiga qaramay, qizlarga xos bo'lmagan bir xil g'alita aybi bor edi. Shunga 23 yoshlarga kirib qolgan bu qizga dastipida parvona bo'lib yigitlar uning aybini ko'ribla rayi qaytib ko'ngli sovuq qachatdi. Shunga Oyimxon hadisila fazilatga yalvorib, qizimning yosh qurami xili bir yerga berib qoldi. Men undaq chig'imda ikki bolaning onasi bo'lib bo'lgan. Shunga qizim o'ltirib qilaversa so'z cho'chak bo'ldi ekan, deb andishini izhor qildi. Bu so'zlar fazilatga zodala yoqmaydi. Shundaqdimi u ochiq ko'ngillik bilan Oyimxon acha, ko'ngillarga kelmasin. Bu cho'nglarning ishi. Meni desizlar, men bu qizlari bilan tang'u, deb javob berdi. Oyimxon ta'tir tushunib, og'irincha qilib adovat tutib, haftalab oylab chiroy ochmaydi. Fazilatga kiyim tiktirish uchun kelgan o'g'il qizlar ko'paygan sari uni ichiga o't ketib, rashkida azoblanadi. Qarisiga tuhmat chaplab, Fazilatning istili buzuq deydigan badnom so'zlarni yayatdi. Saqchi o'rinlariga mo chiqishtiradi. Saqchidan ahvol egilab, birer hafta o'tgandan keyinki bir tush mahallida Zamanqul plani bo'yicha Fazilatga keldi. U aldirash ish tikvatadi. Uning 15 yoshlarga kirgan sonlisi yelila maktabdan kelib choyga o'ltirgan edi. Fazilatning otasidan miros qolgan bu oddiy qurasida bar yo'qi ikki ig'izlar uy bor edi. Acha mehmon keldi. Fazilat singlisining ovozini anglash bilan ishni to'xtatdi-da, o'rnidan turib Zamanqulni o'rindiqqa taklif qildi. U o'ltirmay turibla somkasidan ikki parcha raxt chiqarib, "Singlim, mavu sarjida shim, mavu panchuda ko'ynak tikib bersizlar. Qachonroq puturib beralar?" dedi. "Bir haftadan keyin", dedi Fazilat. Zamanquldan Göpüldep haraq puruqi kelib turayotganligini sezib olgan Fazilat uning raxtini o'lchab bo'libla yana chatlab o'z ishi bilan bo'laverdi. Zamanqul bu chog'da asta o'rindan turdi-da, udul tamdagi aynak jahoziga ilingan suratlarni ko'rish uchun bordi. Jihozning o'ttirsida 3 kishining cho'ngaytirilgan surati alohida ko'zga tashlanib turadi. O'ttirida Javlani, o'ng tarafda Fazilat, sol tarafda Muborak. Mana bu yip uchi deb o'yladi Zamanqul ichida. Zamanqulning suratga qarayotganligini Fazilat garchi ko'z qirida ko'rib turgan bo'lsa-mu, anchaza pisand qilmagan edi. Zamanqulmu bilindirmasga silib, "Bo'ladi singlim, men ketdim. Bir haftadan keyin kelaman", dedi-da, yumshoq tashlab chiqib ketdi. Zamanqul bugun Fazilatning uyida erishgan yip uchini shu kunila yarim kechacha yiqitmay, temitmay, himoyatlari Xogojun bilan Nasirga to'liq yetkizdi. "Rost shu Muborakmi? Bizda ishlaydigan Muborakmi?" deb jiddiy so'radi. "Dal shu, Muborakning dal o'zi", dedi Zamanqul. "Siz endi texmi ichkirlab kirib, birinchi qo'l materialga erishishga tirishing. Mumkin bo'lsa, shu mashinchi qiz bilan." Xogojunning yangi topshiriqini anglagandan keyin Zamanqulning yuragi yo'g'nab, oyog'i texmi tetiklashdi. U bir oqshimi atay Fazilatning kushanda qo'shnisi Oyimxonning yenig'imi Muborak bilan Fazilatning munosabatini ko'chilab so'radi. Oyimxon ig'izga kelganini choynig'ili turdi. "Eliqi go'an guanli cho'd ishlaydigan Muborak bo'lmamdi. Bu ish xonlarim qo'sh kezakka o'xshaydi. Ularning orasiga qil sig'maydi. Kunda degidek nirqi uyida chaqchaq,
Külke qiyachiya. Zamanqul bu so'zlarni xuddi homildor ayol bir nimaga sizik bo'lgandek ishtiyoq bilan anglaydi. Fazilatning muxolifi nimalar desa shuni izolatdi. Lekin dushman nima deydi, nimani yemaydi deganni o'ylab boqmamdikina. Bugun 7-mart. Ayollar bayramining harf kuni. Fazilat jiddiy ishlamoqda. Bu ritma ishlarni atiga ulgurtish uchun bir qo'lini ikki qila olmayotdi. Dal tush mahallida Zamanqul yana bayqi kiyimni elish uchun kirib keldi. Fazilat darhol uning kiyim-kechigini elib berdi va kari bo'lmay berib o'z ishi bilan bo'layverdi. "Ishingiz bak aldirashmi nima?" Fazilat izidan qo'zg'almay va chiroyini ochmay vazminlik bilan "Ha", dedi chus uzib. "Undaq bo'lsa mayli, men texi oqshomliqqa kinoga borarimizmikin deb sizga mo kino bileti olg'ach kelgandim. Ma'o simkar pulingizni eling. Mening yana tik turadigan kiyimlarim bor. Ayrim bir kuni kelaman." Zamanqul qetiga xat qistirilgan simkar haqqini ustal ustiga tashladi-da, xuddi bir kim qo'g'ilgandek ishtik chiqib ketdi. Fazilat gugum tushgan chog'dala mashinaning yenidan qo'zg'aldi. Bu arada arqadan kelgan kiyim egalari, qiz cho'kanlar uyga liq to'lgan edi. Fazilat ularni al yatqog'icha aran uztib bo'ladi. U bugun toza charchagan edi. Xaridorlarni uztib bo'lish bilan tang ko'zi uyquga ketdi. Ertasi 8-mart. Fazilatning singlisi Aytulun sahardala o'rnidan turdi-da, texicha uxlab yotgan achisini quchoqlab, peshonlariga so'yib ketdi. Fazilat erinchaklik bilan ko'zini ochib singlisiga qaradi. "Xo'p, acha, uxlavramsan? Bugun bayramg'u, men nim kiyman? Ota-onam bo'lsa-g'u." Aytulun bo'ynini qisqan holda ko'ziga yosh oldi. Fazilat darhol ko'ngli sunuq singlisining bo'yniga gira soldi-da, uni bag'riga bosdi. U singlisining "ota-onam bo'lsa-g'u" degan so'zni anglab, yig'lavatgili tas qoldi. O'zini ching tutsimi, lekin o'ynoq ko'zida yosh munchoqlari mo'ldirlab turadi. U yana o'zini to'xtatib, "Ko'nglini yerim qilma Aytulun. Men hammani tal qilib qo'ydim. Biz bugun chiroyli bayram qilamiz", dedi. Rastgo'y va mehribon ochisining so'zini anglagan Aytulunning ko'ngli shu an yeshildida ochisining ming'iziga yana yondirishlab so'yib ketdi va uning yumran ko'ksini mujuqlab o'ynag'ili turdi. "Bo'ldi, uyat sizni qara", dedi Fazilat kulib va singlisini erkiltib. Andin ochisining kigiz adiyallarni qiqishtirdi. Tam to'rislarini tuzashtirdi. Yuz ko'zlarini yuvdi. Chochlarini taradi. Shuningdan keyin Fazilat singlisiga "Endi kiyinib, rasa bir yasnib boqqana qani, men bir ko'rib boqay", dedi. Aytulunning dili yayrab ketdi. Ochisining tangla yangi kiyimlarini kiyishga boshladi. Başlarıga o'xshash nusxaliq chiman do'ppa, uchlariga xushbichim atlas ko'ynak, ustiga qayrma yaqinliq so'sna pashmat, putlariga Fazilat to'qigan yung paypoq va qora to'play kiydi. "Endi aynakka bir qarab boqqana qani", dedi Fazilat. "Yur, ikkimiz tang qaraymiz", dedi Aytulun darhol ochisining bilikidan so'rab, udul tamning dal o'ttirsiga istiqlab cho'ng bir aynak oldiga ilib bordi. Ochisining bir-birisining go'zal husniga zo'qlanib qarashatdi. Chochlarini tuzashtirdi. "Qandaq, puchug'im, xush bo'ldingmi?" dedi yana Fazilat. Aytulun darhol Fazilatning bo'yniga esilib, yana uning yuzlariga so'yib ketdi. Fazilatmi uning peshonasiga bir nechini so'yib qo'ydi. Keyin singlisini go'shga buyurib, "Qapqim tartibatidi. Muborak achan kelib qilishi mumkin. Bugun sen degan tamoqni etib beraman. Yugur singlim, go'shni tezroq ekel." Aytulun go'shga mandi. Fazilat o'choq boshlarini rastlab qo'ygandan keyin tunugunki simkar haqqi tapovatlarni tizimlashga kirishib ketdi. Tunugun Zamanqulning berginini u aldirashliqda bir tartmisiga shu peticha silib qo'ygan edi. Hozir shu pulni ilib sanig'ili turdi. Ajab, 20 necha dollar o'shiq beribdi-ku. Izqib ketgandimi ya? Yana sanidi. Xat turdi-ku. Buningda o'yin bor ekanda. Fazilat xatni o'qishga boshladi. Xatning oxirisiga borgacha
chidayolmay qoldi-da, vujudi titrab, lavlari ko'kirib ketdi. U g'azabida xatni dastlab chaylab etmoqchi bo'lib, biroq yana ochiqqa hay berib, "To'xta, mal'unning xatini muborak ko'rsin-da, andin bor maslahat bir yoqliq qilayli", dedi u o'ziga tasalli berib. Fazilatning ko'nglini g'ashlik tumanlari qoplab olgan edi. U supuning qiriga amdila o'ltirishiga Muborak bilan Aytulun kirib keldi. Ular quchoqlashib ko'rishdi. Muborakni supuga taklif qildi. Muborak xushray bilan: "Men sana kelib etib, ma bu o'yin qepi Aytulunga uchrashib qolsam bo'ladi. To'nimig'ili tasliq qaptiman. Qara, buni shuncha chiroyli qasab qo'yganingni. Seni so'rsam bor" dedi. "Ikkimiz yo'l bo'yi patroshkilashib keldik. Shundaqmi Aytulunim?" dedi Aytulunning ko'nglini yasab. Uning kelishi bilan Fazilatning ko'ngli ichilib, yuziga boshqadan qon yugurdi, vujudiga darmon kirdi. Ular uzundan beri haqiqiy dilkash do'stlardan edi. "Navada kelmagan bo'lsang", dedi Fazilat Muborakning qo'lini tutib turib, "bugungi kunim harom bo'ladi. Qo'yma vaqtida kelding. Aytulun semiz qo'y go'shi ilib kelibdi. Qani, nimaga diling tortidi? Bugungi tamoqning turini Aytulun tanlasin." "Peter Manta", dedi Aytulun. Muborakning so'ziga ulgurtibla chaqqonlik bilan hammaylar qaqaqlab kulishdi. "Ma'qul, qani amsa, sen go'sht to'g'rab qiymi qil, men ximir yo'g'ray." Fazilat yanglarini turib, pashtamal tartib ish boshladi. Ular qo'lma-qo'l tutishib, Peter Mantini tugishdi. Tamoq pishqicha choy ichishib o'ltirgach, Fazilat bilan Muborak parang'a tushdi. Tamoqdan keyin Fazilat singlisiga: "Birdam talada o'ynagach, tamoq singdirib kelgin, lekin bek kech qolma. Ati maktabingga borsan emasmi?" dedi. Aytulun yugurgan peti chiqib ketdi. Fazilat darvozani itib kirganda Muborak ichkirki uydagi aynak jahozi oldida suratlarga tikilib turardi. O'zining ayni zamonda birga tushgan suratidan ko'zini uzalmay qaraydi. "Bu suratlarga nimancholar qaraydigansan? Bo'ldi kel, sana deydigan gapim bor", dedi Fazilat. "Davar, qulqum senda", dedi Muborak. Muborak bilan Javlani savoqdosh edi. Shu chaqda Javlanining aql farosati va isil fazilati Muborakning qalbida hurmat va talpinish tuyg'usini qo'zg'agan edi. Ular 6-chi musofirlar uchun iyona to'plash harakatida hamkorlashdi. Fazilatning 6-chi sargardonlarga nurg'un mata yordam bergan olijanob xislatini, Javlanining ko'p qatim madiylaganligini anglagan Muborak, keyin Javlanining fazilatga risht bog'laganligini anglagan edi. Uning Javlaniga ishtiyoqi kuchli bo'lsa-mu, ammo o'z nafsiga cho'g' tortishdan kechib, Javlaniga talpinish tuyg'usini do'stlik tuyg'usiga burdi-da, shu kundan boshlab Fazilat bilan haqiqiy do'stlik o'rnatdi. Bu qo'shmoq do'stlik hozirgacha davom qilib kelmoqda edi. Javlani ularga zamon qulining 6-chi yigitlarni qandoq vahshiylarcha nobud qilayotganligini so'zlab bergan edi. Oxirida shu Javlanining o'zimi Zamanqul tarafidan hech bir gunohsizlar turmaga tashlanib o'ldirildi. Muborak bilan Fazilat bu qonliq tragediyani to'liq biletdi. Shunga Muborak hozir suratga qarab o'tib, mushu voqealarni eslamoqda edi. "Bo'ldi, suratni keyin ko'rsang-chu, ichimni bir nim tatlab bo'lib ketyapman." Fazilat taqatsizlik bilan berib Muborakning qo'lini tortdi. "Yur, xoli chig'imizda obdanroq so'zlashib olayli", dedi takrar ta'kidlab. Ikkalan yonma-yon o'ltirishgandan keyin Fazilat xatni Muborakka sunib, "O'qib baqa", dedi. Muborak xatni taqozolik bilan o'qishga boshladi va yondirishlab 2-3 qatim o'qib bo'lib, "Sana bu taklifni qo'ygan qaysi yigitgan u? Ismi yozilmabdi-ku?" deb so'radi. Rangi o'chgan Fazilat bir tortib javob berdi. "Zamanqul." Bu ismni anglab Muborakning rangi tatirib ketdi va "Nima? U bu yerga qachondan buyon kelib yurdi? Nima deb keladi?" deb jiddiy so'radi. Allaqandoq tashvishga tushgan Muborak sakrab turib ketdi-da, jiddiy ohangda ta'kidladi. Fazilat tunugun tushda bo'lgan ahvollarni
bir-birlab so'zlab berdi. Muborak yana cho'chigandek texmo cho'nqurlab so'rashga boshladi. U rostilla aynakdagi uchimizning suratini ko'rib oldimi? Muborakning jiddiylashib ketganidan Fazilat hang-tang qilib do'stining ko'ziga tikilatdi. Muborak davomlashtirdi. Fazilat do'stim, men ishning tagiga yetib bo'ldim. Men bu vaqtda bir muncha nozik ishlarni bilaman. U hozircha sana sir bo'lib tursin. Zaman qo'lning bu yerga kelishi bir cho'ng ofatdan derak berdi. Uning yuzida tuki bor. Shum angiz maxluq. Pul, mansab va shuhrat uchun uning qo'lidan har balo keladi. U sening uyingni zodi qandoq bilib oldi? Bu cho'nqur o'ylanib ko'rish tegishli bir ish. Birning kasabati menga degan bir marazlik beshimizga kelgandek qiladi. Aroq sharabning kayniga kirib ketgan shallaqlar ig'izdan balo tergan bo'lishi ehtimol. Mavi jahozdagi uchimizning suratini men bugunla ilib ketib yoshirib qo'yay. Bexastarlik qilib o'zimizga paxas bo'lmasak, bu surat cho'qim beshimizga balo keltirib beradi. Sen o'zingni mazmut tutib zaman qo'lga taqobil tur. Chunki u har zaman zaharli qo'lni so'zishdan yanmaydi. Sen uningdan hazar ayla. Men seni oytulinni hargiz tashlab etmayman. Kechkirgan edi. Muborak xo'shishib uzdi. 21-bob tugadi.